Xo'p, rekord qilishni boshladim. Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Yaxshimisizlar? O'tilgan mavzuni bajardinglarmi? Dars o'rganish jarayoni qalay ketyapti? Bugungi darsimizda Xudo xolasa sizlar bilan o'tgan darsimizda o'zi nimani o'rgatdim? O'tgan darsimizda o'zimga to'g'ri keladigan yo'nalishni qanday topaman degan savolga javob berishga harakat qildik. Agar misol uchun sizlar o'tgan darsni yaxshilab eshitgan bo'lsanglar, demak bugungi dars sizlarga unchalik ham qiyin bo'lmaydi. Chunki bugungi dars o'tgan darsimizda mantiqiy davomi. O'tgan darsda berilgan har bitta vazifani qilgan, har bitta bir topshiriqlar bajargan o'quvchida o'ziga to'g'ri keladigan yo'nalishni topib olish bilan bog'liq hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Bugungi darsimizda endi xo'p, ustoz, o'zimga to'g'ri keladigan yo'nalishni topdim. Endi o'zimga to'g'ri keladigan universitetni qayerdan topaman? Qaysi davlatga topshiraman? Qanday qilib topshiraman? U davlatlarda misol uchun farqi qanaqa? Nimasiga qarab tanlashim kerak? Mana shunaqa savollarga bugungi darsimiz davomida javob topishga harakat qilamiz. Xo'p, bo'lmasa e'tiborlaringni jamlanglar, ketdik. Bugungi darsimizda o'sha mazmunni yana bitta qaytarib o'taman. O'sha sizga to'g'ri keladigan universitetni topish. Endi sizga to'g'ri keladigan universitetni to'g'ri topish uchun ham ozgina bir research qilib ko'rish kerak. O'sha research qilishda qanday bo'ladi o'rgataman. Keyin o'sha researchni nimaga asoslanib qilish kerak? Ya'ni qanday bir tartibda qilish kerak? Misol uchun boy universitetlar hammasiga topshiraverish kerakmi yoki Amerikada joylashgan bo'lsa topshiraverish kerakmi? Yo'q, unaqa emas. Mana shu narsalarni to'liq o'rgataman. Qanday qilib universitetlarda shu darsning oxirida agar vazifani bajarsanglar, o'zlaringni topshirmoqchi bo'lgan universitetlarning ro'yxatini belgilab olishlaring mumkin bo'ladi. Xo'p, qani ketdik. Ekranim share screen qilaman. Share screen. Go. Xo'p. Birinchi o'sha mana o'zi dars o'tishimda bir eng zo'r uslublardan bittasi o'quvchiga savol beraman. Ya'ni o'zi o'quvchi, любой inson misol uchun nimanidir topmoqchi bo'lsa, o'zi birinchi o'zidan so'rash kerak. Shuni bilamanmi, yo'qmi? Nimaga bilmayman? Qanday qilib bilsam bo'ladi degan savollarni bir o'ziga berib ko'rish kerak-da. O'sha uchun ham men birinchi o'sha umuman darsimda ham asosiy e'tibor qaratiladigan narsa sizlarda o'zlaring savol berishlaringga bir undayman. Xo'p, birinchi savol. What comes to your mind when you hear top university? Top universitetlar deyilganda, zo'r universitetlar deyilganda xayolingizga birinchi nima keladi? Qaranglar, dars davomida har bitta berilgan savollarga javobni yozma ravishda jo'natishlaring kerak. Yozma, konspektlashtirib. Xo'p. Xayolingizga, misol uchun top universitet deyilganda birinchi nima keladi? Garvard keladimi, Stanfordmi yoki bo'lmasa qandaydir maza qilib yashash keladimi yoki bo'lmasa bir baland binolar keladimi? Nima xayolingizga keladi top universitet deyilganda? Ko'p pul keladimi xayolingizga? Xo'p, ikkinchi savol. Would you prefer a big city campus or quiet town? Xo'p, katta shahar o'zi misol uchun tabiatingiz qanaqa sizda? Katta bir shaharlarda yashashni xohlaysizmi? Katta bir shaharlarda o'qishni xohlaysizmi yoki bo'lmasa kichikroq qanaqadir bir tabiati bor, tabiat qo'ynida bir qishloq sifat joylarda, kichikroq shaharlarda o'qishni xohlaysizmi? Sizga qaysi ma'qul? Keyin uchinchi savol. Do you think the best ranked university is always the best for everyone? Ya'ni, bu nima degani? Nimada o'ylaysiz? Universitetlar ro'yxatida top reytingda turuvchi universitetlar har doim va hamma uchun top bo'ladimi? Hamma uchun zo'r bo'ladimi? Zo'r universitetlar. Xo'p, shu savolga o'zingiz uchun javob bering va javobni yozing. Bu savollar so'rashdan maqsad nima? Maqsad deylik siz Garvard, Stanfordda o'qishingiz shart degan qoida yo'q. Siz o'zingizga to'g'ri keladigan universitetda o'qishingiz kerak. Agar siz misol uchun katta shahar hayotini, qizg'in hayotni, ya'ni odam tirbandliklar, g'ala-g'ovur, shov-shuv, shunaqa bir tig'iz hayotni, tez hayotni yoqtirmasangiz, siz New York universitetiga topshirishingiz xato bo'ladi, to'g'risi. Siz undan ko'ra misol uchun Dartmouth bor, top universitetlarda Ivy League ga kiradi, zo'r universitetlardan o'shanaqa bir, ya'ni chekkaroq joyda, megapolislarda bo'lmaydigan boshqa shahar, kichikroq shaharlardagi universitetlarga topshirsangiz to'g'riroq bo'ladi siz uchun. Yoki bo'lmasa teskarisi. Misol uchun siz katta shaharlarda yaxshi ko'rsangiz, baland binolar atrofida bir yashamoqchi bo'lsangiz, ham o'qimoqchi bo'lsangiz, sizni Dartmouthga yoki bo'lmasa
Stenford kichikroq shahar, misol uchun Silicon Valleyda joylashgan. O'shanaqa bir Nyu-Yorkka nisbatan masalan Bay Area sal nima deydi? Urbanizatsiya jihatdan pastroq turadi. O'shaning uchun misol uchun sizni Stenfordga topshirishingiz ma'nosiz bo'lib qoladi-da. Universitet tanlashda o'zi sizga nimalarga e'tibor berish kerak? Academic fit, ya'ni akademik jihatdan u sizga to'g'ri keladimi? Deylik, siz faqat o'qishni xohlasangiz, ya'ni qanaqadir tadqiqotlar qilishni, ixtirolar qilishni xohlasangiz, o'sha narsani sizga o'sha universitet bera oladimi, yo'qmi? Mana shu savolga javob topishingiz kerak. Financial fit nima degani? Shu universitet sizga grant berishi mumkin. Agar grant bermasa, shu universitetda o'qiy olasizmi yoki o'qiy olmaysizmi? Misol uchun, o'zingizni cho'ntagingizdan pul to'lab. Mana shu narsalarni ham hisobga olish kerak. Chunki misol uchun Amerika universitetlari to'g'ri ko'p grant beradi, lekin kamroq o'quvchiga berishi mumkin yoki bo'lmasa kerak bo'lsa bermay qolishi ham mumkin. Mana shunaqa vaziyatlarda bir siz qayerda o'qiysiz, masalan, shu savollaringizga bir javob topishingiz kerak bo'ladi. Va personal fit, ya'ni o'zi tabiatingizga o'sha universitet mos keladimi? Tabiati, iqlimi, shunga o'xshash narsalar siz uchun mos keladimi? Ba'zilar uchun din, misol uchun diniy tomonlama qanaqadir chuqurlashtirib o'qitiladigan davlatlarda yoki universitetlarda o'qish kerak bo'ladi. O'sha insonlar masalan Yevropada o'qishdan ko'ra Saudiyada o'qishni yaxshiroq deb tanlashi mumkin. Endi u odamni o'zidan kelib chiqib tanlash kerak bo'ladi. Shu savollarga sizlar ham javob yozishlaring kerak bo'ladi. Xo'p. Endi shu narsalarga hozir detalli kirishamiz. Academic fit nima degani o'zi? Academic fit. Boya 3 xil narsani aytdik-ku. Academic fit, financial fit, personal fit. Academic fit degani programmalar va o'sha universitet taklif qiladigan bir loyihalar, o'sha universitet taklif qiladigan bir bakalavr ta'lim dasturlari sizga mos keladimi? Siz xohlaydigan yo'nalish bormi o'sha universitetda? Deylik, siz Garvardda o'qimoqchi bo'lsangiz, geografiyani o'qimaysiz, masalan, geografiya yo'nalishi mavjud bo'lmaydi. Siz misol uchun geografiyani qiziqib o'qisiz, Garvard siz uchun bo'lmay qoladi-da. Yoki bo'lmasa teaching style. Masalan, sizga nima ko'proq yoqadi? Tadqiqot qilishmi yoki bo'lmasa qanaqadir bir amaliyotda ko'proq qo'llashmi? Tadqiqotga ixtisoslashgan universitetlar bor, masalan, Duke. Ularda nisbatan practical side deydi, ya'ni amaliy tomonlama sal pastroq bo'ladi. Mana shu narsalarni research qilib ko'rish kerak. Bu research qanaqa bo'ladi? Hozirga ko'rsataman. Xo'p, keyin yana nima? Ranking by subject. Xo'p, rankingni ham prosta tak qilib ketavermaslik kerak-da. Ya'ni misol uchun qarang, hozir boshdan shuni tushuntiray. Program va major. Masalan, deylik, siz Google, where is my Google? Xo'p, deylik, siz IT ni o'qimoqchisiz. Nima deb qidiramiz? Google ga masalan, xuddi shuni siz ham o'zingizda qo'llab ko'ring. O'tgan safar kuchli tomoningiz bor edi-yu, o'sha kuchli tomoningizga loyiq keladigan universitet topish uchun siz Google ga yozishingiz kerak, masalan, best universities to study, masalan, IT. Mana IT universitesi. Birinchi o'rinda MIT turadi, keyin Carnegie, keyin Harvard, keyin Stanford, Carnegie Mellon, University of California, National University of Singapore, Oxford, Princeton, Cambridge universitetlari turadi. Masalan, IT ni o'qitish uchun bir eng top universitetlar ro'yxatida. Ya'ni bu nima degani? Siz birinchi o'rinda o'sha program major offer. Masalan, mana shu universitetlar IT ni o'rganmoqchi bo'lsangiz, IT bo'yicha yo'nalishda sizga bera olar ekan. Deylik, siz o'sha Stanfordni tanladingiz. Endi agar mabodo siz Stanfordni tanlagan bo'lsangiz, Stanford University deb yozasiz-da. Endi ikkinchi tomonini bir sinab ko'ramiz. Ya'ni, is Stanford research based or practical degan savolni beramiz. Ctrl C. Is it research based or practical? Mana bu javobni berdi AI masalan. AI dan qarasangiz ham bo'ladi. Stanford University is both research based and practical, integrating both theoretical research and hands-on application oriented learning. Ya'ni bu Stanford ikkalasiga ham tushib ketaverar ekan. Faqatgina research based emas, balki practicalda ham qo'shib o'qitilar ekan. Demak, Stanford masalan siz ro'yxatingizga olib qo'yasiz. Stanford ikkitasini tik qildi, zo'r.
endi sizga qaysi yoqadigan bo'lsa, masalan, o'sha research basedlar yoqadigan bo'lsa, faqat research based is misol uchun Stanford University research based, is Harvard University research based degan savol yoki shuni teskarisi practical degan savolni berib ko'rasiz. Practical degani amaliy tomonni o'rgatadigan, masalan, biznes qilishda qoidalarni o'rgatmaydi. Misol uchun o'rgatadi kamroqda, ko'proq haqiqiy hayotda sizga masalan borda deydi, biznes qilib kel, mana bunaqa magazin ochib kel yoki bo'lmasa mana bunaqa bir joyda ishlab kel degan bir amaliy narsalar ko'proq talab qiladi. Va keyin ranking by subject. Masalan, siz o'qimoqchi bo'lgan sohada, xo'p, qay darajada baland turadi? Masalan, Stanford University, qaranglar, sizlarga mana shu narsalar berilyapti. Mana shu har bittasiga siz o'zingiz qo'yib ko'rishingiz kerak universitetlar ro'yxatingizda. Birinchi o'rinda universitetlar ro'yxati, hozir universitetlar ro'yxatini qanday tuzishni ham o'rgataman. Mana bu joyda aytib ketdim. Academic fit, financial fit, personal fit. Mana shu narsalarga qaranglar. Xo'p, ketdik. Rankingni qayerdan ko'rsa bo'ladi? Rankingni ko'rish uchun ikki xil joy mavjud. Birinchisi QS ranking. Mana shu birinchi Top Universities degan sayt. Bu sayt orqali xullas ko'p ishlarni qilib olsa bo'ladi. Masalan, University Rankingsda business programlar, student cities, qaysi shaharda ko'proq talabalar o'qiydi, qaysi joylarda biznes programmalar o'qitiladi, har bittasini bilishingiz mumkin. Va mana bu joyda subject, misol uchun deylik, boya aytdim-ku, masalan, anatomiya o'qimoqchisiz, anatomiya bo'yicha eng top universitetlar ro'yxatini hozir chiqarib beradi bizga. Birinchi o'rinda anatomiya bo'yicha Oxford turar ekan. Endi agar mana bu joyda agar biz filtrlaydigan bo'lsak, mana regionni ham chiqarib beradi. Deylik, Osiyodagi eng zo'r universitetlar ro'yxatini chiqarib ber bizga deymiz. Birinchi o'rinda Peking universiteti ekan, ya'ni Beijing. 14-o'rinda turadi. Keyin Singapur. Keyin yana Xitoyda, Xitoy universitetlari shu yil, keyin Yaponiyada mana. Xitoy universitetlari shu yil juda bir baland o'rinlarga chiqib ketishgan. Tayvan, Xitoy, Yaponiya, China, yana Xitoy, South Korea. Mana Koreyada Yonsei 51-100-o'rin atrofida turar ekan. Ikkinchi veb-sayt Times Higher Education Ranking. Mana shu narsani yozsanglar Google'ga Times Higher Education Ranking deb. Birinchi chiqadi mana Z. Bunda ham xuddi shunaqa. Bu ikkalasi ikki xil ekan ranking, ya'ni endi bir-biriga o'xshaydi, lekin ikkalasida ikki xil narsalar chiqarib beriladi. Xo'p, best universities masalan Sub-Saharan, Latin Amerika universitetlari, Yaponiya universitetlari, Arab universitetlari, Osiyo universitetlari, har xil universitetlar va mana bu yo'nalishlar masalan business, economics, computer science. Masalan, computer science bossak, mana computer science bo'yicha birinchi o'rinda Oxford turar ekan, keyin Cambridge, keyin MIT, keyin Zurich, Shvetsariyada. Xullas, mana bu joyda keyin foizlari, research quality qanaqa, industriya qanaqa, xalqaro maydonda qanaqa e'tibor bor, tadqiqot, o'qitish tizimi qanaqa, hamma narsa o'sha ma'lumotlar mana shu joyda xullas bilib olsanglar bo'ladi. Research qilinglar degan savollarimga hammasini mana shu ikkita QS va Times Higher Education'ni bemalol bilib olsanglar bo'ladi. Research qilinadigan har bitta joyni. Keyin rankingni bilib olganimizdan keyin admission requirements. Mana and admission requirements nima degani? GPA, IELTS, SAT, portfoliolar qanaqa so'raladi? Xo'p, buni qanday bilamiz? Ustoz desangiz, masalan, deylik, Osiyo demaymiz, North America deymiz. Xo'p, mana Stanford turar ekan. Shu Stanfordda agar ustiga bosadigan bo'lsak, keyingi savolga javob bersak bo'ladi mana shu bilan. Stanfordda ichiga kirib beradi bu. Ya'ni Stanford haqidagi ma'lumotlar. Overview mana. Keyin mana requirementlari. Bakalavr uchun 1420 va TOEFL 101 plus so'ralar ekan. Xo'p, umumiy o'quvchilar soni 17,5 mingta, xalqaro talabalar soni 4300 tadan ziyodroq va ishlaydigan o'qituvchilar hamma staff soni 4697 ta.
xalqaro ishchilar ham bor ekan, Amerikaning o'zidagi ishchilar ham bor ekan va grantlari to'g'risida ma'lumotlar keladi mana bu joyda. Mana how to get full scholarship to study abroad, scholarship applications mana shunaqa joylarga kirib bemalol ma'lumotlar olsanglar bo'ladi. Va bu joyda chart shaklida keltirilgan ma'lumotlar. Har bittasi masalan overall employer reputation masalan, international faculty ratio, international student diversity, sustainability har bitta joyini bemalol bilsanglar bo'ladi. Keyin xaritasi masalan mana bu opening maps. Atak video ko'rinmadi, atak shunaqa. Bir qancha universitetda misol uchun schoollar bor ekan. Xullas, mana School of Humanities and Science, Engineering, xullas 7 ta ekan. Mana shunaqa qilib bilib olsanglar bo'ladi. Yoki bo'lmasa, shunchaki Stanford University deb yozasizlar. Mana. Mana bunisi haqiqiy nima deydi, ishonchli sayt. Asosiy sayt ya'ni, yana ma'nolar ishonchli deyilganda. Mana shu Stanford Universiteti. Endi Stanford Universitetini deylik, nimasini bilmoqchi biza? Admission requirements bilmoqchi biza. Mana shu joyda Stanfordga oid hamma ma'lumot bor. Talabalar uchun, ishchilar uchun, oilalar uchun, tashrif buyuruvchilar, bitirib chiqqan Stanford a'zolari uchun eventlar, newslar va Stanford haqida mana bu joyda admission bor, academics, research, hamma ma'lumot bor o'zini saytida. Bemalol bilsanglar bo'ladi. Masalan, biz admissionni bilamiz, bilishni xohlaymiz. Xo'p. Admission degani mana statistika. 7,5 mingtadan ziyod xullas bakalavr talabalar bor ekan. Mana bizga undergraduate kerak. Ya'ni bakalavrda o'qimoqchimiz. Bakalavrga o'qimoqchiligimiz uchun xullas mana yo'naltiradi. Hop, mana deadline'lar. 15-oktyabr restrictive early action applicants with art portfolio. Agar art portfolio bilan topshirsangiz 15-oktyabr siz uchun deadline. 1-noyabr early action deadline. Decision date 5-dekabr. Regular decision-niki hop 5-yanvarda tugaydi va transfer agar transfer qilmoqchi bo'lsangiz, ya'ni siz deylik 2-kursda yoki 3-kursda yoki 1-kursda o'qiyapsiz, boshqa universitetda, siz universitetingizni ko'chirmoqchisiz Stanfordga, 15-martgacha hujjatlaringizni topshirib bo'lgan bo'lishingiz kerak. Xo'p. Endi bu joydan xullas istalgan ma'lumot topsa bo'ladi. Mana bu joydan agar bosadigan bo'lsak, financial aid, ya'ni moliyaviy yordam. Qanaqa moliyaviy yordamni beradi? Har bitta ma'lumot berilgan. Xo'p. Mana apply deb bosadigan bo'lsak, ya'ni hujjat topshirish degani. Admission overview bosamiz mana. First year. Xullas mana shu joyda hamma ma'lumotlar keltirilgan. Academic excellence, context, extracurricular activities, intellectual vitality. Mana shu intellectual vitality juda e'tibor berish kerak. Stanford students are brimming with curiosity, openness and imagination. The cornerstone of one Stanford building is dedicated to the things that haven't happened yet and to the people who are about to dream them up. For your application, we hope to learn about your intellectual horizons. Ya'ni sizda intellektual gorizontlaringiz haqida bilishni xohlaydi. Siz universitetga hujjat topshirasiz-ku, o'sha har bitta siz haqidagi ma'lumotlarni ular bilishi mumkin bo'ladi. Va qanday qilib o'sha dunyoqarashingizni, fikrlaringizni, tushunchalaringizni va imkoniyatlaringizni oshirib borganingiz haqida bir ma'lumotlar olishlari kerak-da. Ya'ni butun applicationingizni mazmuni mana shu. Mana shu qoidaga javob bersa, butun applicationingiz bo'ldi, zo'r application bo'lgan bo'ladi. Xo'p, first year requirementlar. Agar siz birinchi yil bo'lib topshirmoqchi bo'lsangiz, Common App'dan hujjat topshirasiz. Common App to'ldirishni keyingi darslarda o'rgataman. Va $100 o'sha application uchun to'lov bor ekan. Buni tekin qilishni ham o'rgatganman, o'sha Common App'dagi mavzumizda keltiriladi. Va keyin SAT yoki ACT sertifikat. Qani bularga kerak bo'ladimikan, yo'qmikan? Ha, shu yildan boshlab SAT va SAT skorlar required bo'libdi, ya'ni talab qilinar ekan. Siz agar Stanfordga topshirmoqchi bo'lsangiz, sizdan SAT yoki ACT sertifikatlarini topshirishingiz talab qilinar ekan, majburiy ekan. Xo'p, bu sertifikat xullas bu sertifikatni topshirganlar, xullas hujjat topshirganlar 1510 va 1570 atrofida bo'lgan ekan. Qabul qilingan o'quvchilarda bir statistikasi. Mana bu joyda kerakli savol, agar savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, mana shu joyda
ko'p uchraydigan savollarga javob berib ketilgan Stenford universiteti o'zlari tomonidan. Hop. First year, mana requirements and deadlines. Hop, SAT va ACTdan tashqari siz school report, ya'ni o'qituvchi jo'natish kerak. School reportni, transkriptlarda, tavsiyanomalarda va keyin yana nimalar kerak bo'lar ekan bizga? After submit, ya'ni submit qilib bo'lganingizdan keyin nimalar? To'xtanglar, bitta qolib ketibdi. Transkriptlar va tavsiyanomalar. Bo'ldi, tugab. Va topshirib bo'lganingizdan keyin, xullas, Stanford sizga link jo'natadi emailingizga. Emailingizdan kirib, o'sha saytingizga kirib, o'sha sayt beriladi, saytga link beriladi. O'sha saytdan kirib javobini yoki bo'lmasa nimadir kamchilik bo'lsa, kamchiliklarni bilib olishingiz mumkin bo'ladi. Undan tashqari, Stanfordda optional interview bor. Agar siz misol uchun haqiqatan zo'r bo'lsa, applicationingiz, jo'natgan arizangiz Stanfordga yoki istalgan universitetga ham xuddi shunga o'xshashroq bir jarayon bo'ladi. Yo, misol uchun siz agar masalan KAIST deylik, KAISTga hujjat topshirmoqchi bo'lsangiz, bu ham xuddi o'shanaqa jarayonda bo'ladi. Shunaqa research qilib ko'rish kerak buni ham. Mana. KAIST Admission Academics Research Campus Life News Giving. Masalan, admissionni bosasiz. Va bu sizda admission saytiga olib boradi. Mana bu joyda admissionga oid hamma ma'lumotlar keltirilgan. Mana shu narsalar o'zingiz research qilishni o'rganishingiz kerak-da. Xo'p. Mana bizga undergraduate kerak, ya'ni bakalavriat o'qimoqchimiz biz. Xullas, gap qisqasi, mana shunaqa qilib ma'lumotlar topsangiz bo'ladi. Admission requirementlar shular. Keyin language of instruction. O'zi qaysi tilda dars o'tiladi? Darslar davlat tilida o'tiladi. Ko'pchilik universitetlarda, masalan, Stanford ingliz tilida bo'ladi yoki bo'lmasa Rossiyada rus tilida bo'ladi, xuddi O'zbekistonda o'zbek tilida bo'lganda, endi ayrim joylarda, masalan, Yevropaning ayrim davlatlarida shunaqa bir qulayliklar bor, ham o'zini tilida, ham ingliz tilida o'tiladi. Chunki ham rus tilida ham qo'shilgan bo'lishi mumkin. Slavian davlatlarida. Xo'p. Shunaqa. Keyin yana nima? Financial fit. Ikkinchisi biz ko'rishimiz kerak, universitetda ko'rishimiz kerak bo'lgan narsa moliyaviy tomondan bizga to'g'ri keladimi? Kontrakt narxi qancha, o'sha shaharda zanasida shaharda turish qancha, kontrakt narxi, shaharda turish narxi hammasini o'sha Google ga yozib, masalan, Stanford qaysi shaharda joylashgan, siz bilmaysiz deylik. In Google ga yozsangiz buni ham chiqarib beradi. In which state is Stanford University? Mana Kaliforniyada joylashgan ekan. Endi biz nima deymiz? How much does it cost? Does it cost to live in California? Kaliforniyada yashash sizga qanchaga tushadi? Mana. Taxminan 4 kishidan iborat bo'lgan oila 178 ming atrofiga yashasa bo'lar ekan, maza qilib. Mana, single person uchun 60 ming dollar ketar ekan, примерно. Agar bir o'zingiz yashaydigan bo'lsangiz, taxminan 60 ming dollar ketar ekan. Endi shu narx sizga qanchalar qulay, o'zi to'g'ri keladimi, to'g'ri kelmaydimi, mana shu narsalarni o'rganishingiz kerak. Va scholarship. Xo'p, 60 ming dollar turar ekan, qancha grant berar ekan, qancha scholarship, qancha financial aid berar ekan, moliyaviy yordam va ishlash imkoniyati qanday ekan? Masalan, is it ingliz tilini bilmasangiz qiyin, lekin topshira olmaysiz. Is it allowed to work in California? California for international xalqaro talabalar Kaliforniyada ishla oladimi? Ha, ishlasha olar ekan. Up to on campusda, ya'ni o'sha universitet ichida siz 20 soatgacha ishlashingiz mumkin ekan. Demak, yaxshi. 20 soatda qancha topsa bo'ladi? O'rtacha hisobda mana shu narsalar hisoblab chiqsangiz kerak bo'ladi o'zingiz uchun.
universitetlaringizda research qilishda, qanday qilib universitet topishda, universitet topish sizga tiq etganda paq etib bo'lib qoladigan bir oson ish emasda. Xuddi davlat ishi sizga panqilla olmas deydi-yu. Ana shunaqa narsada universitetlarda ham bittalab research qilib, tadqiqot qilib, buni bitirgandan keyin nima bo'ladi, u qanaqa joy o'zi, qaysi shaharda joylashgan, qancha xarajat ketadi, qanaqa narsalar o'qitadi, nimalarni o'rganaman, networking qanaqa qilsam bo'ladi, qiyinchilik darajasi qanaqa, nimalar so'raladi universitetga kirish uchun, har bittasi mana shunaqa qilib bilib olsangiz bo'ladi. Keyin oxirgi to'xtaladigan mavzumiz personal fit. Ya'ni lokatsiyasi, joyi o'zi qanaqa, Kaliforniya qanaqa iqlimi bor va campus size and community. Universitet o'zi kattami yoki bo'lmasa kichikroq universitetmi? O'zi talabalar hayoti qanaqa? Buni misol uchun qanday bilsa bo'ladi mana shu savol? Student life in Stanford. E'tibor shekilli. Campus life in Stanford. Mana campus life deb yozadigan bo'lsangiz, talabalar nima qilishi mumkinligi, hamma organizatsiyalar, hamma ma'lumotlar keltirilgan. Yana bitta sizga zo'r bir qulay narsa o'rgataman hozir. YouTube'ga agar Day in life of deylik Stanford. Day in life of Stanford students. Siz o'sha Stanfordda o'qiydigan talabalar o'zlarining hayotini videosini chiqargan. Endi siz xuddi shu narsani Stanford demaysiz, deylik siz KAIST KAIST University yotoqxonasi, vlog, xullas mana shunaqa bir o'quvchilari o'zlarining hayotini videoga olib qo'yishgan. Ya'ni shunaqa taxminan shunaqa hayot sizni kutyapti degan narsaga javob topa olasiz. Va keyin support for internationals. Vizada yordam beradimi sizga, qanaqadir orientationlari bormi? Va career service. Universitet bitirgan paytingizda yoki bitirishingizdan oldin qanaqadir bir amaliyot ishlariga sizni olib chiqa oladimi? Olib chiqa olsa qanaqa imkoniyatlar beradi? Mana shu narsalarga javob topsangiz bo'ladi. Va keyin research practice, step by step dem. Xo'p, bu qanaqa? O'sha hozir sizlarga tushuntirib bergan narsam, ya'ni QS ga borasizlar, official website-ga borasizlar yoki bo'lmasa Times Higher Education'ni ko'rsatdim. Keyin YouTube'da topsanglar bo'ladi. Bu dars prezentatsiyasini sizlarga tashlab qo'yaman. Shunaqa gaplar. Universitetning ro'yxatini qanaqa tuzish kerak? Oxirgi narsani aytaman sizlarga. Xo'p, universitetning ro'yxati 3 xil bo'lishi kerak. Ya'ni universitetingiz bunaqa. Misol uchun siz birinchi o'rinni qaysi davlatda o'qishingizni aniqlab olishingiz kerak. Qaysi davlatlar, masalan, qaysi davlatlarni o'z yoshligingizdan yoqtirasiz yoki bo'lmasa qaysi davlatlar sizni yo'nalishingizga mos bo'lgan yaxshi universitetlardir. Boshida o'rgatdim-ku, best universities. Masalan, Google ga yozishingiz mumkin. Screenni o'chirib qo'yibman. Tak. Share screen. Mana. Birinchi savol bilan boshlayman. Best universities to study IT. Mana eng boshida shuni tushuntirib berdim. Ya'ni siz kechagi darsimni o'rgandingiz-ku, qaysi sohada o'zingiz kuchlisiz, qaysi soha o'zi sizga mos bo'lgan soha. Mana shu savolga javob topganingizdan keyin o'sha sohani qo'yasiz oxiriga, best universities to study o'zingiz sohangiz. To study IT, computer engineering, aerospace engineering, biochemics yoki bo'lmasa istalgan narsa xullas. Tarix desangiz ham bo'ladi, siyosatshunoslik desangiz ham bo'ladi. Mana shunaqa savol berib boshlaysiz. Keyin bu yog'i boshidan boshlab o'rgatdim. Xullas, universitetda sizga vazifa, topshiriq. Xo'p, universitetlaringiz ro'yxatini tuzasiz. Ro'yxat qanaqa bo'lishi kerak? Siz 10 ta universitet topishingiz kerak. 10 universities. 10 ta universitet topishingiz kerak. Tak. Hammaga yozaydi. To'q. Hop. 10 ta
10 ta universitet topishingiz kerak. Ular qanaqa bo'ladi? Xo'p, 3 ta dream. Ya'ni siz orzu qiladigan, rostdan ham o'qishni xohlaydigan. Endi qarang, imkoniyatlaringizdan qat'iy nazar, haqiqatdan misol uchun siz hech narsa qilmasangiz ham sizga shunchaki berib qo'yilsa, qaysi universitetda maza qilib o'qigan bo'lardingiz? Mana shu, ya'ni imkoniyatingizni unuting, hamma narsani o'zingiz orzu qiladigan, o'zingiz rostdan ham xohlaydigan 3 ta universitetni yozasiz. Keyin 5 ta target. O'zbekcha bilan inglizcha aralashtirib yubordim, to'g'ri tushunasizlar. Xo'p. 3 ta dream, ya'ni haqiqatdan ham siz o'qishni xohlaydigan, imkoniyatingiz yetadimi, yetmaydimi farqi yo'q. Eng orzuyingizdagi universitetda 3 tasini topasiz. 3 ta bo'lishi shart. Keyin 5 ta target, ya'ni siz o'qishni xohlaydigan va imkoniyatingiz ham yetadigan universitetlar, ya'ni ko'zingiz yetadi o'sha universitetlarga kirishga taxminan. Ya'ni men bu narsalarni research qilib chiqilgandan keyin topiladi. Mana shu narsalarga, savollarga javob topib, har bittasiga yozganingizdan keyin mana shunaqa universitetlar topsangiz bo'ladi. Filtrlash jarayoni bo'yin. 5 ta target, ya'ni imkoniyatingiz taxminan yetadi. Deylik, mana shuncha grant bermasa ham o'qib keta olasiz, o'zingiz pulingiz yetadi, yo bo'lmasa mana shuncha grant ola olasiz, yuta olishingizga ko'zingiz yetyapti, yoki bo'lmasa sizda qanaqadir IELTS SATlaringiz, nimalaringizdir bor, o'shalarga ishonib, masalan, taxminan shu universitetga kira olsam kerak deysiz. Va 3, 5, 8 ta, 7 ta safety bo'lishi kerak. 7 ta safety degani kirishingiz 90% dan baland yo 80% dan baland bo'lgan universitetlar safety universitetlar ro'yxatiga kiradi. Ya'ni, misol uchun topshirsangiz sizni oladi katta ehtimol bilan, yo grant beradi, yo shunchaki oladi. O'sha olish ehtimoli katta bo'lgan universitetlar ro'yxatini tuzib chiqasiz. Endi bu 15 ta universitet, xohlasangiz bitta davlatdan, har bitta davlatdan 15 ta tuzib chiqing. Xohlasangiz butun dunyodan 15 ta universitet tuzib chiqing. Endi men sizga shaxsiy tavsiyam, o'zingiz xohlaganingizni qilavering, lekin meni shaxsiy tavsiyam, siz o'rningizda bo'lsam, butun dunyo bo'ylab atigi 15 ta universitet tanlagan bo'lardim. Har bitta davlatdan bittalab 15 ta universitet tanlagandan ko'ra. Deylik, Amerikadan 2 ta, Angliyadan 1 ta yoki 3 ta, Italiyadan 2 ta, Koreyadan 3 ta, Turkiyadan 2 ta, Dubay, Abu Dhabilardan bittadan. Xullas, men shunaqa qilib tanlagan bo'lardim 15 tani. Endi sizga xohlasangiz, agar vaqtingiz bo'ladigan bo'lsa, vaqtingiz bemalolroq bo'lsa, mana shu narsalar yaxshilab research qilib, har bitta davlat, misol uchun Amerikani o'zida 15 ta, Buyuk Britaniyani o'zida 15 ta, Italiyani o'zida 15 ta qilib tuzib chiqsangiz ham bo'ladi. Shu savollarga javob yozasiz, research qilasiz va universitetlar ro'yxatini qilib, topshirmoqchi bo'lgan universitetlaringizni ro'yxatini menga tashlaysiz. 10 ta emas ekan, 15 ta bo'lar ekan. Shunaqa gaplar. Bugungi darsimiz shulardan iborat edi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Salomat bo'lingizlar. Vazifalarni tashlash esdan chiqmasin.